Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Xitoy hukumatı lagerlardan qo'yib berilgan Uyg'urlardan yolg'on guvohlik berishni talab qilgan. Sharq Turkiston xalqining qinin ishgan jallodlardan biri bo'lgan Wang Junjing Tibet partikomiga sekretar qilib tayinlangan. Sharq Turkistondagi zulmlarning qurilmasi Uyg'urlarni nishonlagan. Birleşken Devletler Teşkilatı'da Türkiye'nin öz içine alan 43 devlet Xitayni Uyg'urlarning haq huquqlariga hurmat qilishga chaqirdi. Dаңlıq basketbolchi Anas Kanter Uyg'urlar tatib zulm sababli Xitoyni aybladi hamda musulmon davlatlardagi rahbarlar va tanharakatchilarni sukutini buzishga chaqirdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Kemin 21 yıl 10 ayının 23 günü Uyghur Axborot Merkezi kelgan uçurda bildirilishicha, Urumchida yaqin kunlardan boshlab bir qism aholilar komitetleri tashkillik holda lagerlarga solinib qo'yib berilgan Uyg'urlarni chaqirib ziyofat uyushtirib, ularga xizmat ishlashga boshlagan. Xitoy hukumatining o'rlashtirishi bo'yicha lagerlarda yetib qo'yib berilgan bu Uyg'urlar chet eldan har qanday bir tekshirish o'miga kelib so'rab qolsa, o'zlarining tarbiyalash markazlariga oldin tizimlatib, o'z ixtiyorligi bilan borganligini aytish kerak ekan. Amerika Ovoz To'rining 19 oktyabrdagi xabar qaraganda, Xitoy hukumati 18 oktyabr kuni Sharq Turkistondagi Xitoy siyosiy qonun komitetining mudiri Wang Junjingni Tibet partikomining sekretarligiga tayinlanganligini e'lon qilgan. Wang Junjing bundan ilgari Sharq Turkistondagi Xitoy partikomining muavin sekretari, Bangtuan partikomining sekretari qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, mush yilning boshida Amerika hukumati va Yevropa parlamenti Wang Junjingni Sharq Turkistondagi qirg'inchilikda zo'r javobgarligi bor deb qarab, onu o'z ichiga olgan 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo e'lon qilgan edi. Ba'zi tahlilchilar bu Xitoyning Tibetdagi zulmini kuchaytirganligining signali deb mo'ljarlashmoqda. Al Jazeera To'rining 20 oktyabrdagi xabar qaraganda, Avstraliya strategik siyosat instituti Aqilla Amr e'lon qilgan zulmning qurilmasi mavzuliq dokladda Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning Beijingdagi markaziy hukumatning yetakchiligidagi g'oyat zo'r hukumat sistemasining o'rtaq xizmat sifatida vujudga chiqqan hodisa ekanligi tafsili bayon qilingan. Mazkur dokladdagi bir alohida tema Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning oldin olib planlangan bir qatimliq zo'r ko'lamli siyosiy harakat ekanligi bo'lib, mazkur institutning 3 nafar tadqiqotchisi o'zlari to'plagan yozma hujjatlar asosida bu qirg'inchilikning 2009-yildagi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin rasmiy loyihalanishga boshlaganligini, ana shu voqeadan keyin atalmish 3 xil kuchlarning hujum nishoni qilib bekitilganligini, 2014-yili Xi Jinping Sharq Turkistonga xizmat tekshirishga kelganda aniq qilib, atalmish terrorchi kuchlarni ko'chada o'rga qolgan chashqonning holiga tushirish kerak deb yo'l yo'riq berganligini, 2016-yil avgustda bo'lsa Chinchuangoning Tibetdan o'tkazib kelinib, bu zo'r qirg'inchilikni ijro qilishga mas'ul qilinganligini, ana shuningdek keyin millionlarcha kishining atalmish terrorlik, asabiylik qatorliq bahonalar bilan qayta tarbiyalash markazi nomidagi turmusimon lagerlar qamalganligini, mazkur lagerlarda dunyoga ma'lum bo'layotgan turli ziyonkashliklar va o'lim voqealarining ko'plab ko'rilayotganligini atrofli yo'ritib bergan. Kundalik Sabah To'rining 22 oktyabrdagi xabar qaraganda, 21 oktyabr Birleşken Devletler Teşkilatı'daki Türkiye'nin öz ichiga olgan 43 devlet Xitoyni Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga qarata qonun bilan idora qilish prinsipiga to'liq hurmat qilishga chaqirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'da Fransiya tarafidan o'qilgan mazkur birlashma bayonotda biz Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari va uning ishxonasini o'z ichiga olgan mustaqil kuzatuvchilarning Xinjiangga darhol haqiqiy ravishda va cheklimisiz kirishga ruxsat qilishini talab qilamiz deyilgan. Bu bayonotda ilgari mush xil bayonlarga imzo qo'ymay kelgan Turkiyaning imzo qo'yishi bir cho'ng yangilik bo'lgan. Angliyadagi qo'g'dug'uchi gazetining 22 oktyabrdagi xabar qaraganda, NBAdagi dаңlıq basketbolchi Anas Kanter Xitoy hukumatiga bo'lgan tanqidini texnik kuchaytirib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon asonliq millatlar duch kelgan kishilik huquq tafsirchiliklarni dunyo jamoatchiligining samiga selish maqsadida bir video tarqatgan. Anas o'z videosida O'rta Sharqdagi davlatlarning rahbarlarini, shundaqla Liverpool futbol komandasining mohiri Muhammad Salah va sobiq boks chempioni Amir Iqbolxon qatorliq dаңlıq musulmon tanharakatchilarni qo'shib tanqidlab, ularning sukut turib olishini jinoyatga sherik bo'lganlik deb ayblagan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.